Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugun kelgan xonadonimizda Sirojning xonadonlariga 3 so'tga joylashgan ekan. Sirojning aka, uy sayt qilsak bo'ladimi? Qani, sizdan bo'lsin. Bismillah. Qani yuring gapiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qaysi xonadoningiz keldik? Sirojdan necha so'tik? 7 so'tik. 7 so'tik. Yashash xonalari 3 ta xona. 3 ta xona. Ikkita mana bitta hammom tualet bor. Aha. O'zbek xona bu. Aha. Bu yoqda yana bitta bor. Bitta xona. Bitta xona hammom tualet. Ha. Shunaqa. Qaysi kanalizatsiya ham qo'ygan. Kanalizatsiya bor ana bu uylarning shart. Shunaqa. Yo'qda ham joy bor. Bu yoqda ham bor ana. Barakali joy. Oo. Chorvachilik ham qisqasimi deyman-da, Sirojdan? Mana shunda bu yerda avtoda chorvaga tayyorlaganmiz. Aha. 200 ta qo'yib bemalol ketadi. Bu naryoqda joyda? Bu yoqda 1,5 mingtadan 2 mingtagacha press ketadi. Pres, bu salon press. Bu yoqda ham xona? Bu yoqda ham xona. Bitta o'zorasi katta xona, xohlasa ichiga bo'lib olsa ham bo'ladi. Mana bu yoqda ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Aha. Ko'rsatib beraman. Sanusi yo'q ekan-a? Ha. Bu yerda manimcha 1 tonnaniga suv Bir tonna suv zaxiraga. Zakiraga. Ehtiyoj shartdan bu. Bu yaxshi. Tomonda suv o'chadigan bo'lsa, zaxirasi bor. Shunday. Men qiziq ketayotganimiz bilan chorva qilsam, qo'yxonangiz bor-ku. O'zi ham chorvani ish qilyapman-da. Bu betuz boqqan ekansiz qo'ylar, ha? Ha, boqamiz. Yaqinda chiqarib bo'ladi. Bo'g'o. Yo'lga endi hamma qolishga bog'liq. Masalan, sovuqlar tashlaydigan bo'lsa qo'zilashga. Hamma tashlaydi. Biz endi buni boqishga, semirtirishga tashlaymiz. Mana shu o'zida 200 ta plus ketadi-da. 200 qo'y, bosh qo'y ketadi. Yo'q, qo'y. Mana shu turgan joyimizdan u buchigacha kanalizatsiya tagi. Aha. Anavlari, sidilari, anaqalar ketadi. Mana bu yerda ularni qoldirib qo'yganmiz. Aha. Ko'rsating. Demoqchi, ana havo chiqib ketadigan joyi. Ehtiyoj shartdan yer tagidan ham ko'proq foydalanamiz suvdan bu yerdan. Ha. Agidil. Ha. Ko'chamiz boshida bor, darvozani oldida oqovanniki soat bilan beradi. Bu yerda bizda postoyanni bor bu. Svet bo'lsa shuni chiqamiz chiqadi. Bu kanalizatsiya nimaga qilganmiz buni? Mana endi mahallaning ichida bo'lganligi uchun uqulonishni to'g'rilaganmiz. Qo'ylar yoki mollar bir marta kelib chiqib ketgandan keyin buni tagini yaxshilab tozalab, yuvib, o'ngdan chiqarib olib tozalaymiz. Bu tomonda ham xuddi shunday, buni uqulon qilingan. Bu tomonda ham suv bu yoqqa chiqib keladi. Xo'p. Uje shlagerda yuraveradi, to'sib bo'ladi. Mana hozir yaqinda o'zi chiqazganimizdan keyin qo'yganmiz buni. Yo'q, menga yoqdi. Mana tepalarini ham ajoyib qilib qilgan ekansiz. Sani Bu loshvoq bu. loshvoq qilgan ekansiz, demak issiqda kun urmaydi. Shunaqa kuychilarni ham qo'yib qo'yibsiz. Gastinitsiya ekanda, bu yerda qo'ylarga. Qo'ylarga. Bu qo'yxonaga qarasangiz bo'ladi. Tarafda buni o'zimiz ishqibozchilikka qilganmiz. Mana bu turbalarini, masalan, mana bu kunlarni ko'rsatsangiz bo'ladi, mana siraqullarni baquvvatidan qo'yganmiz. Tepaga ham yem, mana hasha qo'yishimiz uchun. Xo'p. Zo'r. Narxingiz nimada? Bu xona. Yo'q, xo'p. Xonani ham qo'yganmiz. Ha, bitta bizni partiyani qo'yganmiz. Qurban harakatga agar kelganlar bo'lsa bilishadi. Mana shu yerda to'la qo'y bo'ladi, doim olishadi. Men faqat yaqinda mana bu qishda 5-6 ta qo'zimiz bor edi, qo'yib qo'ydik, hali tozalaganimiz yo'q buni. Buni ham tag kanalizatsiya. Buni ham tag. Zo'r. Bemalol 3-4 ta do'konda mashdan go'shtini chiqarib ketishga yetadi. Tushunarli. Sirojda men ko'rdim, yoqdi menga. Sirojda menga yoqdi. Ham yashaydigan sharoiti bor ekan uyi, ham qo'y chorva boqishga. Xo'p, Sirojda 52 mingga baraka qildik, to'g'rimi? Yana sunnatiga o'tadigan joyi bor. Ha, sunnatiga o'tib beraman. Bo'ldi. Manzilni aytib o'ting. Manzil Yangiyo'l tumani, Chamanzor mahallasi. Erkin postdan 10 kilometr. Ko'chamiz katta betonkaga, betonkadan uygacha 250 metr. Xo'p. Ya'ni kim 10 kilometrdan sal oshib, 9 betonkadan yana tushib ketadi. Yangiyo'l ko'prikka yetmasdan. Ko'chamiz boshidagi odamlar bilishligi uchun E'zoz kafe bor. E'zoz kafe. Chamanzor mahallasida va eski nomi Yong'oq. Tushunarli. Aziz qadrdonlar, ekranda o'zlarining raqamini qoldiramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib o'zlari savdosini qilib beradi. Barakasini bersin Sirojdan. Barakasini bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.